Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa azizlar, mana navbatdagi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. 12 kishilik, xudo xolasa 8,5 millionga xuddi shu 12 talik holatda o'rtasi ikkitasi akvarium qo'yildi, ikkita smala qo'yildi azizlar. Mana ish sifatini ham bir ko'rib qo'yasizlar azizlar. Mana ish sifatiga ham bir baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa yog'ochlari yong'oq yog'ochda bo'ldi. Spinkasini aytib o'tadigan bo'lsak 3 cm machalkagacha ishlandi azizlar. Mana spinkasi ham polnichesi holatda ishlandi. Materiallarni aytadigan bo'lsak, atsentor materiallar stinasiga 12 cm machalka qo'yildi azizlar. Mana Honda razmerini aytib o'tadigan bo'lsak 320 ga 120 ishlandi. Bu zakazimiz xudo xolasa Qashqadaryo viloyatiga chiqib ketadi sizlar. Orqalarini ham fardali holatda ishladik. Holilar bunaqa xon taxta bo'ladigan oyoqlarga qo'ydiringlar, holilar bunaqa smala qo'ydiringlar azizlar. Aytilgan narxda, aytilgan sifatda qilib beramiz. Mana azizlar, xuddi shunaqa upakovka bo'lgan holatda yuklab joylab beriladi. Joylab beramiz azizlar. Pastki nomerlarga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz va like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Fikrlarni kommentariyada kutamiz azizlar. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. 14 ta deyladimi, 16 ta deyladimi, 18 ta deyladimi, chiroyli qilib beramiz.